Mana akalar, har bitta navni alohida maydalab mana shunaqa bankalarga solib oldik. Mana bu masalan deylik minor navi. Har bittasini nomi bor. Qalamchada yozilgan. Mana bunday qilib, ponacha qilib tayyorlab olganmiz mana. 2-3 sm atrofida ikki tarafini yo'nib olganmiz. Hozir ayni vaqti. Tagidan emas, sal bitta bo'g'im tepadan qilsak, ham uzunroq, ham nimaligi, yumshoqligi yaxshi. Ana endi mana shu o'rtasidan yorish uchun, mana ko'z bu tarafda bo'lsa, mana shunaqasiga yoramiz, bunaqasiga emas. Mana bunaqasiga yoramiz. Mana shular payvandning nozik nuqtalari, shularga e'tibor berish kerak. O'shanda olib ketish foizi ko'proq bo'ladi. Mana payvand do'stimiz, ko'rishingiz mumkin. Buni kurtagini bunga qarama-qarshi joylaymiz. Mana. Bu kurtak bu yoqda bo'lsa, payvand do'sti kurtagi bu tomonda to'g'ri keldi. Ana endi buni stress salafan bilan o'rab qo'yamiz. Mana bu postiga to'g'ri kelishi juda ham shart, zarur emas, lekin to'g'rilab qo'ysangiz yana ham yaxshi. Olib ketish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Xo'p, endi buni stress salafan bilan o'rab qo'yamiz. Qo'rqmasdan qattiq qilib o'rab qo'yiladi. Havo kirmaydigan qilib. Bu novda pishganligi uchun tepasini o'rash shart emas. O'rab qo'ysangiz ham bo'ladi, o'ramasangiz ham qilmaydi. Yashilni yashilga payvand qilganda tepasi o'rab qo'ysa bo'ladi, chunki u sirda yashil novda so'lib qolishi mumkin. Mana shu tarzda payvand qilinadi. Mana shunga hozir biz mana shu daraxtga, mana shu holatdagi daraxtga biz 6 ta 7 ta payvand qilyapmiz. Mana shular meva kurtak, mevali kurtak. Mana shu chiqsa, xudo xolasa mevasi bilan chiqadi. Buni sizlarga natijasini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu bir hafta 10 kundan keyin mana shu yerdan yana kurtak chiqadi. Mana shu kurtakni olib turish kerak bo'ladi. Chunki bitta ko'zda 8 tagacha zapas kurtak bo'ladi. Buni olasiz, chiqaveradi. Olasiz, yana chiqadi. Bir hafta 10 kunda xabar olib turish kerak bo'ladi.